Salom bolalar, Ed Mike kanaliga xush kelibsizlar. Xullas bolalar, bugun videoda nima bo'ladi deysiz? Nima bo'lsa ham qiziq video bo'ladi. Nima haqida aytadigan bo'lsam, bu video Karbol ligasida xullas kelgan aniq. Shunda mashinani olaman bolalar. Qanaqa mashina deysizlar, mana do'kon o'rtasida 3-7 banda 9800 ta moneta bu. Yana 150 ta yetmayapti. 150 dan bunga men sotib olaman. Buni olgan bunaqasi ham bor. Lekin bunisi yaxshi. Buni olaman va uni fotosin ko'rsataman. Keyin ko'rasizlar qancha narxligini va sotib ham shu videoni o'zidan shu mashinani sotib ham ko'rsataman bolalar. Bo'lmasa uni qanday olamiz deysizlar. Karbol bo'lsa shunaqa kelgan xullas. O'ynasanglar bo'ladi. Bislar qolmagan, qashti. Ularni bajarib bo'lmaydi. Chunki chipta oling degan, chipta olsam kelib ketaman. Bo'lmasa 2 marta o'ynayman. Ikkalasi ham tutsam, gol ursam, xullas taxminan 2 ta gol urishim kerak har bitta o'yinda. Xullas gol urishga harakat qilaman. Hozir o'yinga kirguncha pauza qilaman bolalar, kutib qolmasliklari uchun. Mana bolalar o'yinga ham kirib oldi. Qaramay qoldi, o'sha bitta gol o'tkazamiz. Mag'lubiyatda mana shu o'rtada match bo'ladi. O'sha vaqtda kirish kerak. Gol. Buni olib qo'yish kerak bo'ldi. Kim birinchi to'rtta gol ursa shu tarafa. Mana 2-1 bo'ldi hisob. Mana pauzaga qo'yib qo'yaman, keyin ko'rasizlar videoni. Mana bolalar oxirgi golni ham o'zim urib qo'ydim. 70 ta tanga beryapti menga. Qani nechta bo'ldi? Yana 80 ta yetmayapti degan 75 ta. Ko'rasizlar bajarilmagan. Men premium sotib olganman, hammasini qo'yganman, bitta chipta sotib olish qolgan, uni bajarmayman. Minusga kirib ketaman bo'yatgan. Mas yana o'ynayman. Shu kerak, bu o'yinda uch turishim kerak. Adashmasam shunday narsa boshlar o'yin. Pauzaga qo'yaman. Video ko'rsatib taslim uchun. Gol bo'ldi. Bolalar mana o'yin boshlanishiga ham 3 sekund qoldi, mana o'yin ham boshlandi. Bolalar aytgancha keyin videoga like bosib unutmanglar. Chunki o'tgan videoni adashmasam 50 gacha odam tomosha qilgan, lekin 2 ta yoki 3 ta like qo'ygan bolalar. Shuning videoga like bosib qo'yishni unutmanglar, keyin kommentariyaga video nima haqida bo'lishini ham yozib qo'yinglar, chunki olmuştu. Yutqizib qo'ydim hozir. Men yana 55 ta ochko yetmayapti. Hozir 3 minutdan keyin yana bitta anaqa benzin beradigan. 3 daqiqadan keyin bo'lsa video yoqaman va YouTube mashinani olib sizlarga videoning davomini qo'yib beraman. Qanaqasi gol bo'lib pauzaga qo'yamiz. Keyin bolalar mana bunaqa bingo degan yangilanish kelgan, ko'pchilik bilsa, bilmasanglar, xullas bunda mana bunaqa vazifalarni bajarasizlar. Kuniga 6 ta vazifa bajarishingiz mumkin. 3 ta kalt qilsizlar, tepadagi bitta so'rasizlar. Hozir sizlarga qanday shu vazifalarni oson bajarishni o'rgatmoqchiman, lekin video cho'zib ketishi mumkin. Shunga shu videoga 3 ta like qilsanglar bolalar, keyingi videoda o'zi qanday shuni tez, oson, kam pul bilan bajarishni sizlarga o'rgataman.
bunda bitta lifehack bo'lishi uchun 3 ta like bosib qo'yinglar bo'ldi. Bo'ldi, atki 3 tagina-ku. Bunisi pauzaga qo'yamiz yana bo'ldi. Bunachilarni 20 ta yig'ib qo'ydim. Yutmasa bo'lmaydi bo'ldi. Yutmasam yana yarim soat kutishimga to'g'ri keladi 20 ta yig'ilishiga. Bunachilar yutish kerak, yana bitta gol urish kerak yutib. Bo'lmasa 60 ta ochko bermaydi. Uy, tuş. Vay. Olmadı ki ben. Boldu. 40 sekund koptu. Okey. Bolamana suyun yetadigan benzin yoqib qo'ydim. Hozir yutmasa bo'lmaydi bo'ldi. Bo'lmasa yana video tuzab ketish mumkin. Qanday oxirida do'stlar o'yin boshlandi. Chunki sotishga